Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Mana bugun Anvar akamizga Isuzu N-Core 90 furgonini topshirdik. Aka, mana dokumentlarni qabul qilib oling. Kalitlari yaxshi kunga haydang aka. Yaxshi tilaklaringiz bo'lsa. Rahmat kattakon avvalo. Assalomu alaykum. Isuzu avtosaloni kuzatuvchilari. Biz ancha yillardan beri orzu qilgan Isuzu N90 modelini mana bugunga nasib qilgan ekan, xarid qildik. Isuzu zavodiga hamda avtosalon xodimlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu yerda juda qulay shartlarda avtotransport vositalarini sotib olsanglar bo'ladi. O'zligini servis sentrligi, diagnostika xizmatlari, barcha qulayliklar bitta joyda jamlangan. Sizlarga ham shu avtosalondan mana shunaqa yaxshi mashinalarni olib haydab el yurtda xizmatida yurishinglarni tavsiya qilamiz. Avtosalon manzili hamma biladigan Toshkent metal zavodi yonida. Rahmat hammanglarga, yaxshi kunlarda ko'rishinglar, salomat bo'linglar. Aka, rahmat. Yaxshi kunga haydang aka. Rahmat. Nasib bo'lsa servisimizda olamiz, yana mashina olish nasib qilsin aka. Xo'p bo'ladi. Endi okazga bu safar. Nasib olsin. Rahmat aka. Yana kelish nasib qilsin. Sog' bo'linglar. O tepa yomon chiroyli bo'lib turibdi.